12 kilovat tok kuchlanish chiqaryapti ekan. Shu atrofdagi toklar generator ishlayapti. Mana qaranglar. Bu yerda ko'pchilikka mana hozirda elektr energiyasini mana mini gas O'zbekistonda o'sha mashnaqa yo'nalishlarda qilsak bo'laveradi. Bundan ko'rsatadigan bo'lsak, suv shu yerdan tushib ketyapti. Shu tezlikka o'yapti bu yerda. Bunaqa narsalar bizda juda ham bisyor mana akalar. Elektr energiyani haqiqiy ishlab chiqaradigan joy. Bu nima deyapti? Sizlarga mini gas ko'rsataman. O'zbekistonda elektr energiyasi qimmatlashyapti kundan kunga. Lekin hozir biz Qirg'izistonni o'sha Qizilqiyadan o'tib keldik. Abshir ota degan ziyoratgoh, ya'ni dam olish maskanida bizni o'zimizni farg'onalik Yozyovondan akalarimiz mana sizlarga ko'rsatib o'taman mana. Mana shu akalar. Hozir birga kelib shu yerda dam olish maskanida insonlarga manfaatli, foydali xizmat ko'rsatishyapti. Assalomu alaykum, xizmatdamiz. Kelinaveradi joylar bemalol. Qor desa qor, suv desa suv, sharsharaza sharshara, baliq desa baliq. Xizmatdamiz. Maza qilib dam olib ketinglar, kelinglar mana. Ko'kda atrofga sotyapmiz. Mana pullik qilib shetda pechlik qilyapmiz. Gap yo'q. O'rtoqlar, o'zimizniki ba'zi bir biznesmenda ba'zi biznikilar. Bu yerda mini gas o'ylab chiqilgan hosilaga kilovatini, nimalarini tushuntirib o'taman. Innovatsiya o'zimiznikilar, o'zbeklar kelib maza qilsalaring bo'laveradi. Ko'ringlar. Bu tomondan suv oqib kelyapti 300 metrdan. Mana ko'rsat, suv oqib kelyapti. Suv hajmini bu yerda mana yig'ib tushaver. Suv hajmini yig'ib o'sha bu yerda generator ishlayapti. Mana qaranglar. Bu yerda ko'pchilikka mana hozirda elektr energiyasini mana shu atrofdagi dachalarga polni sotishyapti ekan. Mabodo shu akalarga kelib uchrasalaring, shunaqa joylar bor ekan, bemalol tirikchilik qilib biznes qilaman degan akalarimiz bemalol kelsa bo'laveradi. Xo'p, hozir bu necha kilovat chiqaryapti? Hozirda buni bilib o'tamiz. Xo'p. Hozirda bu generatorimiz 380 voltlik 12 kilovat tok kuchlanish chiqaryapti ekan. Shu atrofdagi toklar kuchliligidan bitta 220 lik latr ham qo'yib qo'yishgan. Hozir sizlarga buni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana ko'ringlar. Bu yerda o'sha katta parrak bor. Suv oqimini nima qilib beryapti. Bu hech narsa emas. Menga prosta sizlarga bu, ya'ni motivatsiya, elektr ishlab chiqarish yo'nalishini mana sizlarga tekinini ko'rsatib o'tyapman. Mini gas hattoki 12 kilovat degani o'ta zo'r degani. Shunaqa joylar bo'lsa, ko'rib qursalaring effekt beradi. Atmosferaga qancha baho berasizlar? Mana bu yerdan o'taverasiz, Arorbek. Mana. Atmosferaga necha baho berasizlar? Mabodo sizlar dam olgani ham keladigan bo'lsalaring, mana soy, bu tomon qor, toza havo, tepada ko'llar, xullas Abshirota degan joyda eng go'zal maskanida bizni bu farg'onalik Yozyovonda akalarimiz kelib shu yerda xizmat ko'rsatishyapti ekan. Hozir ko'rishib qoldik, kelinglar. Nomerni tanib qoldim, 50 nomerda deb. Mana uni qaranglar. Nima deyapti bu? Mana mini gas O'zbekistonda o'sha mashnaqa yo'nalishlarda qilsak bo'laveradi. Chodakdagi akalarimiz, katta soy bo'yida yashaydigan akalarimiz bemalol bir marta ko'rib qilsalaring bemalol bo'laveradi. Ortiqcha nimasi yo'q. Nima deydi? Katta summa ketmaydi. 2 million, 3 million, uzog'i 5 milliongacha shuni bitirsa bo'ladi. Mana ko'ringlar. Oddiy yog'ochdan, oddiy tunukadan ikki tomonlama ko'rib, mana ko'ryapsizlar. Suvda yo'nalishini. Arorbek bering, men o'zim olay. Obunachilarimizga juda ham qiziq. Mana, o'rtoqlar. Yaqinroqdan ko'rsatadigan bo'lsak, tepaga suv sachramaslik uchun ustiga qoplama ham qilingan. Ichida parraklari bor. Tamoman bir kam 15-20 ta parraklari ham bor. Mana yaqinroqdan ko'rsatadigan bo'lsak, suv shu yerdan tushib ketyapti. Shu tezligiga reduktorni qo'yib qo'yilgan. 300 оборотmikin yoki 200 оборот, 200 ga 1,5 ming оборот mana reduktor ishlayapti bu yerda. Bunaqa narsalar bizda juda ham bisyor mana akalar. Elektr energiyani haqiqiy ishlab chiqaradigan joy. Bu nima deyapti? Like arziydi. O'rtoqlar, atmosfera prosta bomba. Joylari ham zo'r ekan. Sizlarga ko'rsatib o'tib ketadigan bo'lsak, Toshkentdanmi, Sirdaryodanmi, Qashqadaryodanmi, Buxoro, Samarqand
qayerdan bo'lsangiz ham bemalol shaharda changni yutib yurgan akalar mana shunaqa joylarga kelib maza qilib damda olib ketsalaring bo'laveradi. Oziq ovqatlari bemalol bu yerda maza qilib toza havoda damni olib ketsalaring bo'laveradi, xudo xolasa. To'lka dam olish bu yerda. Joylar bemalol o'zbekistonliklarga deyib. O'zbekistonlarga xizmatda. Akasingiz nima edi? Meniki Abduhalim, do'stimniki Abduhalil. Do'stimiz ikkovimiz. Meniki Abduhalil. Abduhalil. Oshna og'ayni biz. Ha. Bu yer ikki do'st dam olish maskani ekan. Bemalol kelaverasizlar. Ikki do'st dam olish maskani deb. Lokatsiyani ham hozir chiqishda ko'rsatib qo'yay. Ertaga mabodo adashib qolmaysizlar kelganda. Ko'ryapsiz, maza qilyapti. Xo'p, ovqatlanadigan joylari ham joy-joyida. Hamma shart-sharoitlar bor. Elektr energiyalari ham hamma yog'i zo'r. Wow! O'tindan problema yo'q. Bu tomondan kirib kelasizlar, Sharshara tomondan. Sharshara tomondan kirib kelib, bu yog'ini ko'ryapsizlar. Mana shu manzaraga duch kelganlaringda o'ng qo'lda mana shu joyda meni ko'rib turibsizlar. Ikkita mo'rdan tutun chiqib turgan bo'ladi. Kelib, bemalol o'rtalab foydalan, maza qilib dam olib ketinglar. Xo'p, video rolik sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, bittadan like, albatta kommentariyada o'z izohingizni qoldirasiz. Lekin biz maza qilyapmiz. Toza havo. Voh, qancha toza havo kerak akalar. Qancha toza havo kerak. Mana sizlarga toza havo. Voy. Xullas maza qilyapman. Maza qilyapman. Sizlarga to'liq mana dachani ham bu yerdagi sizlarga foydali bo'lish uchun elektr ishlab chiqaradigan GESni ham, mini GESni ham 12 kilovat. Hozirda aytayaptilar, yomg'ir yoqqan paytlari bu tok kuchlar juda ham ko'payib ketadi. Atrofdagi ko'ryapsizlar, uylar mana. Polностью tok sotar ekanlar. Yillik elektr energiyani sotar ekanlar. Agar biz katta daryolarga 50 kilovat, 60 kilovatligini qilsak-chi, nima bo'ladi? Fermer akalar, o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Dambani qilib, suvni to'sib, bitta bossa nima bo'lar ekan? Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirasizlar. Mana sizlarga besplatniy elektr energiyani ishlab chiqaradigan GESlarni ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Nima bo'lyapti? Like arziydi, xudo xolasa. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Biz Namanganning Mingbulog'idan keldik. Afshar ota ziyoratgohiga. Hali sizlarga yo'lda yana ham chiroyli yo'llar bor, sizlarga ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Videoni oxirigacha ko'rasizlar.